Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan 17 bosh o'zimizning местный novoslar ichida gibridlardan bor. Narx-navolar yo'lda yemga tashlashga tayyor. Olgan odam xudo xolasa nasib qilsa baraka topadigan mollarimiz. Manzilimizni yana qaytarib Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Nasib qilsa hozir chiroyli qilib bir qator ko'rsatamiz. Narx-navolarni ham yo'lda qilib olgan odam xudo xolasa nasib qilsa baraka topadigan qilib beramiz. Narx-navolarga qisqacha o'tib qaytaveramiz. 17 boshning ichidan eng past narx-navosiga 2 dona chiqarib beramiz. 12 million 500 ming so'mdan oxirgi narx-navosi 2 dona chiqarib beramiz. Ichidan yo'q, o'zim yoqqanini tanlab olaman deydigan ko'kalarimizga eng balandiga 1 dona bor. Mana bu semental gibridimiz bor. 16 million so'm berib yuboriladigan oxirgi summasi. Oldi orqasi bir xil. Semental tozasi emas, yana aytaman, gibrid narsa, lekin juda ham chiroyli narsa. To'g'rog'i 15 million so'm so'rab turibdi, berganimiz yo'q. 16 million so'm berib yuboriladigan summasi. No, dastavkasi alohida summa bo'ladi. Agar bir joyda olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, 13 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida qilib beramiz. 17 boshning ichida mana bu sementalimiz ham ketaveradi ichida xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi sog'lom, yeb-icharlarida muammosi yo'q. Kelganda yedishisini bemalol tekshirib olishlaringiz mumkin. Bo'yboslarga keladigan bo'lsak, bo'ylarni eng pasti 1.10 chiqadi, lekin 1.10 emas, 1.5 deb aytamiz. Oshiq chiqsa xudo xolasa biz rozimiz oshiqqa. Yemga tashlashga tayyor. Eng balandiga 1.15 deylik. 1.5, 1.15 oralig'idagi novoslarimiz. Mana shu eng kichkinalar mana shu deb olsak ham, mana shular ham boyagi 1.10. Lekin 1.5 dan 1.15 oralig'ida deb aytaveramiz. Bir dona 16 million so'mligimiz bor. Qolgani mana bu novosimiz 14,5 million so'm. Oq boshimiz. Ichidan yo 10 tasini tanlab olaman deydigan aka-ukalarimizga 13 million 500 ming so'mdan oxirgi narx-navosi tanlab olishga shunaqa narx-navo. Oxiriga berib yuboriladigan summalarni aytyapman. Kami bor, kelishamiz deydigan joy emas, chunki maqsad sotish buni. Xoh tushunadigan telefon qilsin, xoh dehqon farqi yo'q. Oqsoqlar telefon qilsa ham xudo xolasa nasib qilsa baraka topadi olsa. Kichkina mollar emas. Manzilimizni yana qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Yomg'ir yoqqanligi hisobiga hozir tashqariga chiqaruvdik. Hammasi mana bunaqangi ahvolda turibdi. Atak hammasi quruqda turibdi. Usti yopiq molxonamiz ichkarida turadi. Hozir ochiq havoga chiqaruvdik. Video qilish uchun. Xudo xolasa yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Variantga ishlamaymiz. Nasiya savdo yo'q. Faqat naqd pulga. Ma'qul kelsa nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Menimcha vaqti chiroyli narx-navo bo'ldi. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Hammasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa faqat. Xudo xolasa vaqti zotga ham yaxshigina yaraydigan. Mana bunaqa novoslarni e'tibor bergan bo'lsangiz, sementallarni 25-30 million deb eshityapti. Bizda bunaqa narx-navo emas. Lekin yana aytaman, tozasi emas, lekin uncha toza narsadan yaxshiroq. O'zi video davomida bilinib turibdi. 16 million so'm bo'lsa bu ketaveradi. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ichida ketaveradi bu ham. Soni 17 bosh, 13 million 200 ming so'mdan kimgadir ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.